Salom do'stlar. Men yana sizlar bilan rolepga men ko'pdan buyon video chiqarmagan ekanman. Shunga bugun men Minecraftga o'xshash 3 ta o'yinni o'ynab ko'ramiz va solishtirib ko'ramiz. Uning birinchisi do'stlar Lucky Craft do'stlar. Bu Lucky Craftda xohlagan bir narsangizni narsashingiz mumkin. Uni animatsiyalari ajoyib va do'stlar, eng muhimi buning o'z ichida modlari bor. Bu modlar sizga qiziq bo'lsa kerak. Mana do'stlar, playni bossak, mana bu Lucky Block bilan mana bu joy o'zida bo'ladi. Do'stlar, men hozir yangi zona ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Do'stlar, buni o'zida mana 4 ta mod bo'ladi. Do'stlar, menga eng yoqqanlaridan do'stlar bu mayli 4 talasini ham ishga tushiramiz. Mana sandiqchadan ishga tushirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Mana bu mod nima qilishini bilmadim, lekin buni ham qo'shib ko'ramiz. Kirdik. Do'stlar, juda ham imillab kiryapti, juda sekin do'stlar. Mayli, biroz kutib turamiz. Kirganda kamerani yoqarman. Do'stlar, mana kirib oldik. Mana shunday jonli do'stlar. Biz hozir jonligini kirib ketibmiz do'stlar. Shunga hozir men buni kreativga aylab bir tomondan ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana kreativga ham aylab oldik. Mana do'stlar, bizga hozir mana bu tuxumcha berildi. Do'stlar, bu robot do'stlar. Bu robotga meni ko'rsangiz juda ajoyib do'stlar. Mana hatto uni do'stlar himoyasi o'zini cheksiz himoyasi bor do'stlar. Bemalol sakrashga uzoq masofaga sakrab keladi. Do'stlar, bu robotni hech kim o'ldirolmaydi. Agar birov bilan jang qilsangiz, mana shu robotda jang qilganingiz do'stlar. Mana va do'stlar, mana bunda kitob berildi. Mana shu Minecraftdagi kitoblarni o'qishni juda yomon ko'raman-da. Bunda esa do'stlar, mana bu qurollar yaratish do'stlar uchun maxsus qurollar do'stlar. Mayli, bular nimaga kerak desangiz do'stlar, hozir ko'rsatamiz. Sizga ham mana bunday mebellar beriladi. Masalan do'stlar, biz hozir ko'rsatish uchun olsak nimani ko'rsatib bersak bo'ladi? Masalan do'stlar, bu kompyuterni olsak, mana kompyuter qo'ydik. Bu esa rangini o'zgartiradi. Sotga bu joyini o'zgartirib yozadigan joylar bu yo'qotadi. Do'stlar, mana bossangiz bo'ldi. Keyin do'stlar, esingizda bo'lsa, bizda qurollar qo'shuvdik. Bu qurollar, mana bu mebellarni bir o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Keyin bu yerda do'stlar, mana tepada qurollar bor. Xohlaganingiz bu. Masalan, men hozir olib ko'rsata olsam, menga yoqqanlari do'stlar, yoqadiganlarini olib ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, mana bu ender zambarak. Bunisi esa menga eng yoqadigan do'stlar. Hozir mana cho'chqa do'stlar, bu chaqmoqlini judayam mana do'stlar,
ne foyda bo'ladi? Qilichiga qaranglar do'stlar, qilichiga. Buni animatsiyalari juda zo'r do'stlar. Do'stlar, marhamat, bemalol ko'rishingiz ba'zi mayli, bunisi blok qo'yuvchi do'stlar. Rangli import ketaverasizlar do'stlar. Bu bilan bloklar deyarli cheksiz bo'ladi do'stlar. Bu qoratar do'stlar, qoratar mana. Bunisi esa mega zambara. Ya'ni pushka kabi do'stlar, pushka. Bu shamolli tornado hosil qiladi. Ajoyib do'stlar, tornadoga qaranglar. Bu esa olovli do'stlar. Keyin do'stlar yana biz ko'plardan ko'rmadik hozircha do'stlar. Masalan do'stlar mana. Mana do'stlar. Mana bunday. Mana do'stlar, mashinalar do'stlar. Do'stlar, buni hozir pushtranga hosil bo'ldi. Buni tezligiga qaranglar do'stlar. Xohlagan joyingizga bemalol chiqib ketishingiz mumkin do'stlar. Bu do'stlar mana. Do'stlar, hozir bu barchasini ko'rsatib bo'ldim menimcha. Yo'q, bunda ot arava, zabl, yana bir mototsikllar hammasi bor. Do'stlar, keyingisi esa mana Minecraft. Bu soddalashtirilgan. Nima do'stlar, bu aniq soddalashtirilgan do'stlar. Qaranglar, odamga qaranglar. Bu qanday bo'ldi? Mayli, qani kirib ko'ramiz do'stlar. Mana bu yerda irsinar ham bor. Yani do'stlar, xohlaganingizda yuklab olsangiz bo'ladi. Do'stlar, har xil serverlarga o'xshas ekan. Bizda hozircha Blockster bor, unga kirib ko'ramiz do'stlar. Mana birma-bir o'zlaringiz kirib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Animatsiyalari ajoyib do'stlar, lekin biroz soddalashtirilgan. Nima do'stlar, bu yerga qaranglar. Daraxtning yaproqlari dumaloq. Qaysi o'yinda ko'rgansiz daraxtning yaproqlari dumaloqligini? Mana do'stlar, kirib oldik. Nima? Hey, nima? Cho'chqa bashara yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Nima? Do'stlar, nima bu bitom? Do'stlar, nima bu? Ha, faqat loy beryapti do'stlar. Ha, mana endi taxta berib bosadi do'stlar. Bemalol hozir do'stlar. Hozir nima, taxtami bu, toshmi bu? Do'stlar, to'xtang, bu yerni kengaytirib olamiz do'stlar. Do'stlar, hozir ko'rsatganlarimdan qay birini kommentariyada qaysi biri yoqqanini yozib qoldiring va albatta do'stlar, like bo'lib qay birini o'ynab video chiqarganim yaxshi do'stlar. Mana do'stlar, Toshkentga ham yetib keldik. Mana hozir bundan ko'p yashab olish kerak. Verstak. Nima do'stlar? Verstakka qaranglar. Bu verstakka emas, asalari iniga o'xshaydi-ku do'stlar. Qani menga tayoq kerak. Buni yoqib qo'ying. Do'stlar, juda ham sodda, lekin qilichlari ajoyib. Bo'lg'asiga qarab. Voy bo'ltami bular. Oho, oy boltaga o'xshaydi.
lekin do'stlar bunga qoyil qolib bo'lmaydi. Mayli, qani ko'ramiz hozir. Qazib olaylik. Menimcha do'stlar bu bizga bir to'la narsalar tasasiyu. Hamma bolta, lekin boltaga gap yo'q. Mayli tosh bilan bo'lgan narsalarga qoyil qolib bo'lmaydi, lekin do'stlar. Lekin hayotiga to'g'ri keladi do'stlar, qaranglar. Mayli keyingi nega o'tamiz do'stlar. Menga ko'pincha like bloga yo'qdi do'stlar. Sizga nima? Bu nima? Lizuritmi? Do'stlar, menimcha aniq bu lizurit. Mayli keyingisiga o'tamiz. Uchinchisi do'stlar, craft block. Qani do'stlar, buni ko'pchiligingiz o'ynab ko'rgan bo'lsangiz kerak do'stlar. Mana kiryapti do'stlar. Qachon kiradi bu? Qachon? Kutaverib do'stlar, kutaverib bezor bo'lib ketdim-ku do'stlar. Qachon kiradi do'stlar? Kiradi bu. Menimcha bu top 3 talik emas, top 2 talik bo'lib qoladi menimcha. Mayli do'stlar, keyingi buni hozir kirmayapti do'stlar, keyinroq urinib ko'raman. Do'stlar, mayli qay bir ko'rganlarimizdan qay biri sizga yoqadi yoki yoqmasligini yozib qoldiring kommentariyada. Do'stlar, menga 80 Lucky Block yoqdi do'stlar. Do'stlar, buni kirish niyati bormi yo'qmi? Ha, mana do'stlar, kirdi. Mana qo'yat top 3 talikning 3-inchisi do'stlar. Juda sodda do'stlar, juda sodda do'stlar. Bunga mod ham yuklab bo'lmasgan. Mayli do'stlar, sizlarga maslahatim Lucky Blockni o'ynab ko'ringlar va baho bering. 1 dan 10 gacha bo'lgan baholarni bemalol berishingiz mumkin do'stlar. Bemalol kommentariyaga albatta yozib qoldirish ishingizdan chiqmasin do'stlar.